inson dunyoga kelib esini tanirkan bir orzu havas bilan hayotida amalga oshib oshmagan orzu havaslar bilan hayot kechiradi. Bugun mana shu ajoyib to'yni sababchisi bo'lgan mening ukam Umar Lohon va uning Maqsudbek Davronbeylar. Biz shu yerda tug'ilib, o'zgan yurtida tug'ilib, o'sib, voyaga yetib, hamma aka-ukalar har bir shaharlarda tuz nasibamizni terib hayot kechiryapmiz. Lekin qayerda bo'lishdan qat'iy nazar qonimizda, jonimizda, qalbimizda shu yerda xalqi, shu yurtning insonlari biz uchun ko'zimizga issiq ko'rinadi, biz uchun aziz tuyuladi. Men bugungi vaziyatdan foydalanib, mana oilada ota-onamiz baxtimizga bizni doim omon bo'lishsin. Bularning ushalmagan orzu-havaslari biz orqali ushalsin. Bular yetmagan orzu-havaslarga qo'limizdan kelgan xalqimiz uchun, elimiz uchun xizmat qilib, shularda orzu-havaslarini mana men hayotimda bir paytlar yoshligimizda aytardim. Biz bütün aka-ukalar bilan hayotda juda katta hayotiy imkoniyatlarga ega bo'lamiz deb. Bugun mana shu ota-onamiz sababi bilan ozmi ko'pmi yurt xizmatida kamarbasta bo'lib bel bog'lab turibmiz. Birinchidan mana shu yerga shu davraga ukamni qadr qilib kelgan mehmonlarda hammasini qadamlarga hasanat aytaman. Ikkinchidan elimiz aytib ketgan to'rtliklarni bir qanchasini keltirib o'tmoqchiman. Keksa yosh hayotga har kimga yetar. Hammasi birma-bir izma-iz o'tar. Hech kim bu jahonda abadiy qolmas. Ketdilar, ketamiz, kelishar ketar. Havasga ayb yo'q. Amir Olimxonni Buxorodagi to'nidan ko'chirma qilib olinib tiktirilgan bu narsa. Shuning uchun Amir Umarxonga taqdim etiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, baxtimizga orzu-havaslaringizni ko'ring. O'g'lingizni to'ylarida xizmat qilaylik aka. Elga yarali yetib o'lsin. Katta rahmat. Men juda roziman. Rahmat. Bo'ldi.